Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli aka-uka jigarlar, sog'-salomat yuribsizlarmi? Bugun sizlarga bir yangi partiya kelgan 2012-yilda ishlab chiqarilgan Damas'imiz bor. Shuni bir qator video obzor qilib ko'rsatamiz. Xo'sh, mashinamizga metan gaz o'rnatilgan. Holatlari idealni. Ko'rinishidan shu 18-yil Damas'largaday ko'rinishi taxminan. Ko'rinishiga bir qator baho berasizlar. O'ziga yarasha kamchiligi ham bor. Hozir kamchiligini ham, zo'r tomonlarini ham hammasini bir qator aytib ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, kamchiligini hisobga oladigan bo'lsak agar, kamchiligi shu bir 20% taxminan petnolari bor. 13lik diska baloni yangi qo'yilgan mana. Toslar kelib ko'raman deganchalik bir qator yana moyka qilamiz, tayyorlaymiz. Mana salonlarning ichlari. Do'stlar kelib ko'rgancha bir qator moyka qilib tayyorlab qo'yamiz hali yana. Mashina zo'r, metan gazda. Zadnimoz korobkalari yaxshi. Chexollar qilingan. Salonlarning ko'rinishlari. Kameralar o'rnatilgan. Mashina xullas minishga tayyor, zo'r taxlangan, jihozlangan mashina. Eshiklarni ham ochilib yopilishlari zo'r. Mashinamizni ko'rinishlariga bir baho bersanglar, idealni zo'r chiqqan. Hurmatli obunachilar, bu mashinamizning narxini $4400 kelishtirib beramiz. Manzilimiz Samarqand shahar, Sagdiana yangi yo'lda turibdi. Kelib ko'rib naqd nasiya barterga savdo qilishingiz mumkin. Barterga hurmatli obunachilarimiz 2000-yildan yuqori bo'lgan mashinalar bo'lsa, olib kelsanglar, sizlarning mashinanglar bizlarga bir ma'qul kelsa, kelishsak barter ham bo'ladi. Agar nasiya savdoga qiziqganlar bo'lsa, oldindan shu boshiga bir 2000 pullar bo'lsa, bir qolganini 4-5 oy davomida uzish imkoniyatim bor desanglar, 4-5 oygacha shu nasiya qilib berish imkoniyati bor. Xo'sh, bu mashinamizni kecha bir e'longa qo'ygandik. Kraskasini shuni adashib polniy osvejit qilingan deb qo'yibman-da. Bu mashinamizning kraskasi shu taxminan 50% bor. Shu 50-60% bor, polniy emas. Adashib qo'yilgan ekan. Diska balonlar o'rnatilgan, u balonlari sal silabiroq. Xo'sh. Mashinamizning moz korobkalari yaxshi. 2003-yilda ishlab chiqarilgan. Polностью mashina jihozlangan, tayyor. Hamma narsasi ishlab turibdi. Monitor, kameralari ham ishlaydi. Mashina propan gazda. Bu mashinamizning narxini kecha 36 million so'mdan kelishtirib beramiz deb qo'ygan mashinamiz shu 2003-yilda ishlab chiqarilgan Damas'imiz. Yana ajoyib narsalar qo'ygan. Mashina zo'r. Stiklopodъемniklar o'rnatilgan mashinaga, mana oynalar pultda ochilib tushadi.
Xullas yurishlari zo'r mashinani. Most korobkalari yaxshi, faqat aybi shu propan gazda. Hurmatli obunachilar, propan gazda mashinamiz. Qomati tekis lekin zo'r. Mana bu stoyka kantashkalari ham joy-joyida. Mana e'tibor bersanglar agar. Stoyka kantashkalari ham hammasi joy-joyida turibdi. Bunisi ham xuddi shunday. Stoyka kantashkalari hammasi germetikalari butun joy-joyida turibdi. Mana. Hammasi o'ziniki. Butun. Bu mashinamizning narxini shu 36 million so'mdan kelishtirib beramiz. Kelib ko'rib savdo qilib olishingiz mumkin. Bu mashinamizga faqat mana shu tumshug'ini Damas 2 dan qo'yilganda. Damas 2 tumshug'idan qo'yilgan, lekin holati yaxshi. Nasiya savdoga bersa shu 20 million so'm pulinglar bo'lsa chiqadi.